Hello YouTube haqida sizlar bilan Javob Gaming. Okey. Bugungi video kam bo'ladi, chunki men просто obzor qilib o'taman. Agar meni qurganman mana shu uylarni imperiya qilib, agar men kanalimda 20 ta obunachi, mana shu video 20 ta like qilsa, mana shu video 15 ta like qilsa, keyin chiqadi 20 ta podpischik bo'lsin mening kanalimda, keyin kommentariyaga yozib qo'yinglar kerak. Chiqaring yo'qmi? Keyin tanishish boshladim. Tepa bo'lsa tekshirishadi ikki tomondan. Mana bu polis. Abi ikkinchi etajlar bor. Tepadan nariga o'tishadi. Bu tipa pullar saqlanadigan joy samon bo'ladi. Ombor, tipa ombor. Abi jitelarni uyi. Mana hamma jitel sotdi. 3 kishilik qilib qo'ygan. 3 kishilik qilib qurganman. Lekin hamma jitel sotdi. Abi shaxta, abi esa tepa shaxtada ishlagandan keyin pul berishadi bu yerda. Keyin mashta ishga qabul qilishadi. Shaxtani tanishtirib o'tsam, bu yerda ko'mir, bu yerda temir, bu yerda izmurod qalamasi chiqarishmagan. Mana ugul, ya'ni bu yerda izmurod, mana tesi, temir, bu yerda ko'mir. Keyin bu yerda yana joy bor. Keyin mana ham uy, bu takrorni boylarning uyi bo'ladi, bir kishilik. Tipa shunaqa, lekin bu 2 kishi. Bu ikkita galin. O'z vaqtida ham amoviy alohida polis edi. Galinni tutib tashladi. Sak bosib. Va bu yoqda shakar qamichlar fermasi. Bu yoqda tipa sal o'xshamagan, lekin tipa bar desa bo'ladi. Bu yotoqxona. Tipa qanaqa bo'ladi? Mana shu bitta kravatlarga tipa almashtiradi haftasiga yoki oyiga. Seriyada shunaqa bo'ladi. Shunaqa serial chiqaraman, imperiya degan. Shunaqa bo'ladi. O'zini yo'lga chiqib tipa bu balkon hamma qarab, bir ikkita qolgan qarasam. Voy. Uzr akalar, Minecraft'da bug bo'lib qoldi. Va boshqa nima bo'lmaydigan undan o'ta obzor qildi. Keyin bot. Mana botda bozor. Botda tipa shirinliklar sotishadi. Botda sabzavot bilan meva. Temir degan yozuv bor. Bu temir degani. Mana oldin aytib, botda qirolasi qalay bloklar sotiladi. Bu yoqda ham uy mebellar sotishadi bu yerda. Men просто tepani orqa tomonni qarab turgan. Mana bu orqani qarashib, mana bu tomon
Montran qarashadi. Video olganda askarlar bo'ladi. Askarlar qo'yishga harakat qilaman. Budan boyagi joyi yotoqxona bo'tan. Bu narxlarga yozilgan. Bu yaxshiroq. Balki serialda bu tilani boshqacha qilarman, almashtiraman. Просто planni chiqaraman. Bu yerda balkon ko'rish ko'chani ko'rgan. Bu video ham 6 minut bo'ldi, salkam bitta joy qoldi. Endi u joyga ikkita yo'l bilan o'tsa bo'ladi. Biri botdan o'tsa bo'ladi. O'tda taka baliq tutishadi. Mana o'tda bitta abzor qorayli. Mana o'tishadi, kelishadi. Bu yo'lni ichiga mana qilishadi, yo'q botdan kirishadi. Yo'kida botdan kirdi. Bu yoqqa kirib ketsa bo'ladi, tepaga chiqsa bo'ladi. 3-qavatiga botdan chiqilmaydi, hozir ko'rsaman. Botdan mana yo'lga ketsa bo'ladi. Botdan mana ko'chaga chiqsa bo'ladi. Mana boyagi ko'rsam. Bak bo'lyapti. Botdan chiqib ketiladi tepaga. Mana tepa. Hamma 3-etajiga mana shu tepadan chiqishadi, mana bunaqasi. Bo'ldi. Bu yoqqa Mamadaga bu qirollik anaqasi bo'ladi, bu qirollik xonasi tomon. Bu tomon qirol xonasi, bu tomon ikkitami qamoq bor. Bu tepa ashaddiy qirollik haqiqiy dushmanlar qamaladi. Mana bu yerda qirollik o'zini xonasi bo'ladi. Bagen takomit qirol aytadi. Bu xarita, karta. Shu kartani qo'yaman. 9 minut bo'lib ketdi mana shu videoni olsam. Botda tipi botdan ko'rsatmadim. Botdan chiqqandan keyin mana bu bot просто kelasi bu yerda shunchaki aylanishadi mana. Tipa bor. Keyin bo'lgandan keyin ash kafeni tomoniga kiradi. Kafedan o'tib ketishadi. Kafe emas endi bu bar. Tipa oshxona. Sizlar bilan men Java Gaming bo'ldi akalar. Xayr, salomat bo'linglar. Aytganimdek mening kanalimda 20 ta obunachi bo'lsa, keyin mana shu video 15 ta like yig'ish kerak. Keyin kommentariyaga yozib qo'yinglar chiqaring deb. Qani, sizlar bilan Java Gaming. Xayr bo'linglar.